Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qurbonlik qilaman degan aka-ukalar. Birinchi kuni hali yana joylar bor va qo'chqorlarimiz ham bor. Hammasi mana toza yemda yotgan, yoshiga to'lgan, so'yishga yaroqli bo'lgan qo'chqorlar. Vazni 70 kilo, 65 kilo, toza go'shi 35-40 kilo atrofida qo'chqorlarimiz. Yana kattaroq kerak bo'lsa yana bor. Birinchi kuniga yana joylarimiz qolgan. Buyurtmalarni qabul qilib turibmiz inshaalloh. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'y o'zini olib ketaman deganlarga ham qo'chqorlarimizni Toshkent shahar bo'ylab dastavka ham qilib beramiz inshaalloh. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar. O'z xonadonimizda ham so'yishga sharoitlar bor. Kelganlarga shu yerda ham so'yib, go'shtlarni chiroyli qilib talab beraveramiz.